odamlarni bizlarni yaxshilab chiqinglar, tarafimizga olib chiqinglar. Avvalambor biz bu narsaga muhtoj emasmiz. Chunki Alloh bor. U juda ham adolatli bo'lgan zot, al-adl bo'lgan zot. U hikmatli bo'lgan zot. Kimdirga fitna qilyaptimi? Hozirgi kunda juda hamma narsa tezlashib ketgan. Hech qancha fursat o'tmay o'zini boshiga keladi bu fitna. Avvalambor men pul topsam, hech qachon kimnidir gapirtirib, yomonlab nimadir qilishga sarflamayman u pulimni. Ortiqcha bo'lsa kimdir umriga jo'natishim mumkin. Kimgadir ehson qilishim mumkin, hajga yig'ishim mumkin yaxshi niyat bilan. No, men unaqa narsalarga sarflamayman. Takje erim ham hayotda birovga pul berib gapirtiradigan inson emas. Naborot, erimga pul berib kimdir problemasini rishat qilishi mumkin, no ular birovga bir so'm berib gapirtiradigan odam emas. Men hayron bo'lganim, meni oila buzar deyishdi, ikkita xotini borga tevyapti deyishdi, har xil fisq fasodlar qilishdi. Ko'pchilik qarshi cholib, davay deb maza qilib tomosha qilib o'tirishdi. No, adekvatni miyasi ishlaydigan odamlar bildi, что nima bo'lgan bo'lsa mangacha bo'lgan, mangacha qancha qizlar bo'lgan. Shunda ularni normalni qabul qilishganmi? Ular oila buzar emas. Ha, yaxshi deb o'tirishgan. Manga bu yoqda ofitsial uylanishlarini e'lon qildilar. Paq etib bitta tilla baliqcha chiqib qoldi. Qarasa ahvati katta, qarasa zvizda manga yopishib ketishdi. Bilasizlar, shu erkak kishi ofitsial uylanmaguncha 100 tasi bilan yurmaydi. Bu tabiiy holat. Kimdir uni qabul qiladi, kimdir qabul qilmaydi. Men qabul qilganman. Mendan keyin bo'lmasa bo'ldi. Biz baxtli yashayapmizda. Mengacha nimalar bo'lgan, militsiyavozliklar, shantajlar, qanaqa video, rasmlar bor. Oyijonda men hammasini ko'rganman. Sharmanda qilish niyatlari bo'lsa bor, bitta video qo'yib o'chirib qo'ygan bo'lardilar davno. Erim o'zlariga ep ko'rmaylar bunaqa narsani. Instagram qilib o'tirmaylar. Shunday chaqirib o'zi bilan gaplashib oladilar, kerak bo'lsa. Bittasi yozibdi, "Eringizni uyini obzor qilib bering, ko'rsating." Mana obzor bizning spalnimizda televizorimiz bor, zalimizda ham bor. Tavba qildim. Shu lishbi Feruzani uyida yashayapti deb ko'rsatsanglar. Ammo necha yildan beri kuzatayotgan odamlar bor. Uyim elektr rangligini hamma biladi. Yetar endi, charchab ketmadinglarmi? Shunaqa fisq fasodlardan men charchadim ujida. Tavba, даже mana Xorazmga ham borganda uylarini ko'rdinglar-da, qanaqa vobshe dahshat, baland. O'zim uyalib ketdim. Bitta bagema olib boribman shu uyga-da. Oyijon biron narsa qildirmadilar menga. Bu uyimga ham misol faqat gilamlar olib kelganman. Gilamlar hamma narsa bor edi. Men prosta o'sha payt reklamaga chiqib qoldi. Bekorga ketmasin dedim-da, olib bordim o'zlariga etib. Narigi gilamlarimizni narigi xonaga garderobniga qo'yib qo'yganman-da. Voy, shunaqa odamlarni hayron qoldim-da. Uyalmaysizlarmi? Tuhmatdan qo'rqmaysizlarmi? de. Mana Feruz Normatov ham nihoyatda gapirib chiqibdi. Pulga kelib gapiradigan muammolar mana. Misol uchun menga ko'pchilik yozyapti, qancha pul olding Allayordan, qancha pul olding Feruzadan deb turib. Feruz Normatovga, otasiga rahmat, ming marta hamisha to'g'ri gapni aytib kelgan, oldingi videosida ham meni oqlab berib ketgan, rahmat yana ham shu qizga. Men birovdan pul olib qilmayman. Ishda hech qachon meni mana adminimga yozsalaring ham birovni sharmanda qilib bering, unaqa narsa adminim ishlaydi, bilasizlar. Men o'zim hech qachon unaqa birov bilan pul borasida ishlamayman. Har gapni gapirib chiqaman har doim. Lekin shahlo vaqtida Feruz Normatovani endi erga tegayotgan vaqtida 8 ta kishiga men o'zim svидетельman. 8 ta kishiga 8 tadan profil ochib qo'yib kommentariy yozdirib o'tirganini shaxsan o'zim guvohiman, admin qilgan u ishni. Feruz Normatovani kirib turib yozinglar, bolani yetim qilding, bunaqa deb turib yozdirib tashlagan shahlo bo'ladi Alayeva. Lekin bizlarga birov pul berib gapirtirishga aqli yetmaydi, tem bo'li Feruzani. Menga birov gapir desa gapiradigan mol emasman. Desa orqasidan mo'lab yugurmayman. Men o'zimda fikrimni bildirib o'tib ketaman xolos. Men bu safar Allayor tarafini olganim sababi boladan voz keching dedi. Endi ahli ilmdan xabari borlar yozib keting, qaysi sog'lom inson farzanddan voz kechishi mumkin yoki bizda ahli ilmimizda men dinda tushunadigan odamlar mumkinmi farzanddan prosta voz kech deb aytish gunohga kiradimi, gunoh emasmi? O'shanga jahlim chiqdi. Men Feruz Normatovaga oqlatib berganman naborot. Feruz Normatova chiqib gapirgan to'y bo'lishdan oldin farzandiga yozmanglar, farzandi halol, shar'iy nikohi bo'lgan, qonuniy deb gapirganman men. Odamlar meni noto'g'ri tushunibdi degan vaqtida hamma Feruz Normatovani yomon ko'rdi. Feruz Normatovani aybi yo'q bu yerda. Shahlo ochirtirib profillardan yozdirtirdi, jiqilama qasaqatama apiqirinda degan profillardan Feruz Normatovaga bo'xton so'zlar bilan to'xpat qilindi. Rahmat yana bir marta meni oqlab berganingiz uchun Feruz Normatova, men sizni juda yaxshi ko'raman, sevaman. Baxtli bo'linglar, qo'sha qaringlar, sizlardan tez orada yangiliklarda bebichalarni kutib qolamiz. Galing jangir shali.